Men hayron qoldim. Dadamiz kambag'al odam edilar. Bu qadar pulni qayerdan topdilar ekan, oxiri so'radim. Dadamlar sarguzashtlarini so'zlab berdilar. Uydan chiqqanimda ahvolim shu darajada ediki, zodi rohilam ham 2 dona zog'ora non edi. Uni ham onang qo'shni uydan qarzga olib chiqqan edi. O'zimning ham tobim yo'q, aso bilan yo'l yurar edim. Shu ahvolda uydan chiqib, qiblaga qarab, Xudoyo meni ikkinchi bu joyga qaytarib keltirmagin deb Fotiha qildim. Shu ahvolda piyoda yurib, har bir qishloqqa kelib masjidda yotar edim. Odamlar ilmimni hurmat qilib, kamu pesh zodu rohila berar edilar. Shu tarzda Buxoroga keldim. Masjidga tushib, 4-5 kun istiqomat qildim. Sherobod xalqi ko'p ixlosli ekan, menga bizning masjidimizda imom bo'ling, sizning nomingizga sahroda bug'doy ekib beramiz. Hosilini yig'ib sotib, sizga haj uchun zodi rohila to'plab beramiz dedilar. Bu gap menga ham ma'qul bo'ldi. 3 yil ushbu masjidda imom bo'lib qoldim. Xalq men uchun bug'doy ekib, hosilini sotib, pulini berar edilar. O'zlari ham bug'doylaridan ushur to'plab menga berar edilar. Shu tariqa menga haj uchun zodi rohila ham bo'lib ancha mablag' to'plandi. Meni Amu daryodan o'tkazib qo'yishdi. Men bir eshak sotib olib, shu bilan Afg'onistondan o'tib, Yashovul shahriga keldim. Bu yerda eshagimni sotib, bu rafiqlarim bilan hojixonada birlashdik va poyezdga bilet oldik. Biletimiz Bombay shahriga edi. Parvardigoro meni kecha-yu kunduz qilib yurgan duolarimni mustajob qilib, shu vokzalda seni toptirdi. Endi to o'lgunimcha sendan judo bo'lmayman. Meni hajga olib borgin dedilar. Xulosai kalom, o'sha yili xatim kitob bo'lishim kerak edi, lekin bu muyassar bo'lmadi. Dadamning xizmatlarida hajga borishga majbur bo'ldim.